ikkinchi kun sindromi haqida eshitganmisiz? Asosan tug'ruqdan keyin bola ko'p ham yig'lamaydi, jim yotadi va sizni mutlaqo bezovta qilmaydi. Va siz bemalol uxlab olishingiz mumkin, chunki bola ham judayam charchab ketgan bo'ladi va nima sodir bo'lganini hali anglab yetmagan bo'ladi. Ammo keyingi kundan boshlab ikkinchi kun sindromi kuzatilishi mumkin. Bunda bola judayam yig'lab, bezovta bo'lib, qo'lingizdan tushmasdan o'zini tutishni boshlaydi va bu normal holat. Chunki uning organizmida judayam ko'plab o'zgarishlar sodir bo'lyapti. Bu dunyoga adaptatsiya jarayonida bezovta bo'lishi tabiiy holat. Agar sizda ham tug'ruqdan keyingi kunlar farzandingizda mana shu sindrom kuzatilsa, uni shunchaki ko'proq ko'taring, bag'ringizga bosing va skin to skin, ya'ni uni teri bilan kontakt ko'proq, taktil kontakt qiling, kiyimingizni yechib, ko'tarib yurishga harakat qiling, ko'proq emizing, u bilan birga uxlang va u ancha tinchlanadi. Bizga obuna bo'lganingizda bu narsalar haqida allaqachon bilgan bo'lardingiz.